bemorlarimizda ikkilanish. Operatsiya qilish kerakmi, kerak emasmi? Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz o'tgan videomizda varikoz kasalligida jarrohlik amaliyotiga ko'rsatmalar bo'yicha gaplashib o'tgandik. Bugungi videomiz bemorlarimizning haqli e'tiroziga sabab bo'layotgan ba'zi bir holatlar bo'yicha bo'lib o'tadi. Ba'zida ko'rikdan keyin bemorlarga sizga jarrohlik amaliyoti o'tkazishga ko'rsatma yo'q degan xulosa berganimizda bemorlarimiz qaysi klinikaga borganligi, u yerda tekshiruv o'tkazgandan keyin sizni operatsiya qilish kerak, operatsiya qilganda ham zudlik bilan operatsiya qilish kerak degan xulosa berilgandi menga. Nega endi siz jarrohlik amaliyoti o'tkazishga ko'rsatma yo'q deb aytyapsiz deydi. Bunday holatlarda bemorlarimizdan shu narsaga e'tibor berishni so'rab qolardimki, tekshiruv davomida o'sha Doppler tekshiruvi o'tkazilyaptimi? Doppler tekshiruv xulosasi bilan sizga tanishtirishlarini, sizga tushuntirishlarini talab qilishingizni xohlardim. Bunga sizning haqqingiz bor. Demak, o'sha astial klapan ishlamayotgan bo'lsa, sizga ko'rsatib berishini yoki vena qon tomirlarida devorlari o'lchami o'zgargan bo'lsa, varikoz kengaygan bo'lsa, sizga ko'rsatib berishini va hammasini asoslab berishlarini so'rashingizni so'rashga haqqingiz bor. Shunaqa holatlar bo'ladi. Ba'zida umuman 100% sog'lom venalarda ham sizni operatsiya qilish kerak degan xulosani olib keladi va ba'zida biz bo'ldi endi sizga jarrohlik amaliyoti kerak emas ekan degan xulosani berganimizdan so'ng bemorlarimizda ikkilanish, operatsiya qilish kerakmi yoki kerak emasmi? Va shu vaziyatda bemorda ikkilanish paydo bo'ladi. O'zi jarrohlik amaliyoti menga kerakmi yoki kerak emasmi? Operatsiya qilinishim kerakmi yoki kerak emasmi? Shu kabi ikkilanishlar, tushunmovchiliklarni oldini olish uchun qaysi klinikaga borishingizdan qat'iy nazar, qayerga borishingizdan qat'iy nazar, shifokor qabulida bo'lganingizda shifokordan kasalligingiz bo'yicha sizga to'liq ma'lumot berishini, iloji boricha diagnostik tekshiruvlar, ya'ni o'sha Doppler tekshiruvi o'tkazilgandan keyin Doppler tekshiruv xulosasi bilan sizni tanishtirishini va batafsil jarrohlik amaliyoti uchun sizga ma'lumot berishini so'rashga haqqingiz bor. Va shu holatda shunday to'liq siz ma'lumot olganingizdan keyin sizda demak kasalligingiz bo'yicha to'liq tushuncha paydo bo'ladi va ikkilanishlar bo'lmaydi.